Assalomu alaykum kelinjonlar. Bu kurk tovuqda jo'jalari nega buncha ko'p? Sizni tovuğunuz ham o'zi kichkina bo'lib, shuncha tuxumni bosib, jo'ja ochib chiqqanmi? Sanangchi nechta? Bu videoni albatta oxirigacha ko'rasiz. Siz uchun aniq qiziq bu. Videoni oxirigacha kuzatasiz. Obuna ham bo'lib qo'ying. Like ham bosib qo'ying. Yaqinlarga, dugonalarga, qo'ni-qo'shni, jigarlarga yuborib ham qo'ying. Ular uchun ham qiziq. Har doim tovuq go'shti eng yaxshisi. Ularni o'zingiz yetishtirsangiz, bundan ham yaxshi. Videolarimizda Instagram, Facebook, TikTok to'liq holatida esa YouTube kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Bitta tovuğunuz 30 ta 40 ta jo'jani boqishi mumkin. Olahakkalardan, mushuklardan himoya qiladi. Faqat sizning ko'magingiz ostida. Buni nima qilsa bo'ladi? Qanday buncha jo'jaga bitta tovuq onalik qila oladi? Videoni kuzatib boring. O'zimda tajribam. Men bir tovuq bostirishdan hamma tovuqim kurk bo'lishni boshladi. Bitta tovuqni bostirib qo'ydim. Bitta tovuqni bostirib qo'yganimdan keyin 4 kun o'tib boshqasi kurk bo'ldi. Unisini ham bostirib qo'ydim. Ustma-ust hammasi kurk bo'lishni boshladi. Men tajriba qilib ko'rdim. Birinchi kurk tovuq ochganida ikkinchi kurk tovuqni jo'jalari ham ochishni boshladi. Orasida 4 kun farq bor. Bu kurk tovuqni olmay turdim, bir joyda turdi. Yaxshi, mana makkalarni ko'ryapsizmi? Makka bor, buning ichida qaynatilgan tuxum bor. Bularni berib tovuqni ushlab turdim. Va 4 kun kichik tovuqni bolasini qo'shib qo'ydim. Ikkita 4 kun kichik tovuqni bolasi nechta bo'lyapti? 11 ta tanidi. Bexato oshdi, sababi 1 kunlik tuxumlarni qo'yganman. Bugun tuqqan tuxumlardan yaxshi-yaxshilardan terib qo'yganman. Katta-kattalaridan. Tuxum bostirishda shuni ham e'tiborli bo'l. Qo'yayotgan tuxumingiz katta-katta bo'lsin, shunda jo'jalari katta-katta bo'ladi.